Etdik. Başlar. Assalomu alaykum. Bizda пятница 10-iyul kuni bo'lgan PlayStation'ni do'jon ko'rib chiqamiz. Menimcha ideal PlayStation deb topdim. Lekin menga ovoz Bizda ko'rishimiz mumkin. Qanaqa off, chiqish off, chiqish. Qo'y bizning offimiz langovi off. Lekin mana shu joyda o'zida men ko'rishim mumkin. Mana bu 1-2 switchgacha o'zini turkumni yeb qo'yapti. И bundan bizda nima qolyapti? Mana burada daily FIVga qo'yib ketyapti. Daily FIVga bizda IRL vazifasini o'chirib beradi. То есть ichki likvidность vazifasini o'chirib beradi. И bizda mana ko'rishingiz mumkin tashqi likvidность. Mumkin tashqi likvidностьga chiqib ketishimiz va 4 soatlik o'taman dailydan. И men ko'rishim mumkin bu yerda biza 0.5 ni to'g'risam, menda mana bu joyda UZFVga bizdagi premium zonada, to есть pastki sel ishlashimiz mumkin bo'lgan zonada turgan ekan. Bular hammasi o'sha ular qilib qo'yamiz. Mana tashqarimiz joy qilib qo'yib. Xo'sh. Undan keyin o'tkazamiz. Okey. Bizda yangi kun ochildi. Bu 18:00 bizdagi ana bu 18:00. Yana o'tkazamiz bitta. Yaxshi, xotib qoldi. Часовой degan, часовой. 4 soatlik yo'lda. 4 soatlik yo'lda. 2:00. Xo'sh. 6:00 bizdagi уже 05 da yaxshigina yeyishdi va ko'rishimiz mumkin. PDX, bizdagi PDX. Bu bilan ko'rishimiz mumkin. SMT holati yuzaga kelmoqda. Bu joyda ham ko'rishingiz mumkin. SMT holati yuzaga kelmoqda. 18:00 bu kechagi PDX. Bizda 130 tipada mana bu joyda SMT holati bor. To'g'rimi? Undan keyin SMT holati bor. Xo'sh, bizda 05 damiz, SMT bor. Ham 6:00, endi 4 soatlikdan M15 time frame o'taman. Xo'sh. Aytishingiz mumkin, men 18:00 chizganman. Men daily high yasalishni kutmoqchi edim va men ko'rishim mumkin bo'lgan joy men yasaldi deb bilaman bu joyni. To есть mana bu joyda ham SMT bor. Hozir 7:00 da ham PDXda ham SMT bor ekan. Ko'rishimiz bo'yicha. Soat mana ko'rishimiz mumkin 9:30 bizdagi manipulyatsiyani yasabyapti. Ham bizda mana bu joyda lokalniy SMTlarimiz bor. Lokalniy SMTlarimiz bor. Xo'sh, o'sha M1 ga o'tsak ham bo'ladi menimcha. M1 ga o'tamiz. M1 da ko'rishimiz mumkin 9:59. Mana bu SMTlarni o'chirib turamiz. И ana shu joydan sekin o'tkazishni boshlaymiz. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin bizda nima qilyapti? Hayd yechilmoqda. Bizda yechildi. Ham bizdagi bitta reverse time bor desak, bizdagi 10:00 reverse time. Nima uchun desak, bizda ko'rishimiz mumkin 9:30 mana bu high bilan bizda manipulyatsiya yasamoqda. Undan keyin esa ko'rishimiz mumkin mana bunaqasiga, to есть o'sha 9:30 da mana bu joyda ham mana bunaqasiga ikkinchi SMT berilyapti bizda. Mana bu lokalniy ikkinchi mana buni HTF ni SMT deb olaman. To есть mana bu joydagina ham tipada PDXda SMTlarimiz bor. Menga полный мере SMTlar yog'ilgan tarzda berilyapti. И bundan qanaqa qilishim mumkin. Xo'sh, bizda tipa yechildi. To есть bu 10:00 9:55 da yechyapti. Buni ko'ramiz. 10:00 9:55 da yechyapti. Bucha, bu ham yechdi. Okey. Undan keyin 10:00 bizdagi mana bulardagi IFVga likvidnost yechgan oxirgi IFVimiz bor. Ko'ramiz, dальнейшем qanaqa vaziyatlar kechadi. IFVga ta'sir beradimi? Bilmayman. Yo'q, bergan bo'lishi mumkin, yopilgandan keyin, lekin men polnoценный yopilishni bilmayman. Shuning uchun unga ketaman. Bejiring. Bizda oqib ketdi, prям. И M5 ko'rsam, menda M5 time frame dan qarayman endi. Bizdagi IFVga bor, FVgamiz bor. Men qaysi joygacha ishlayman desam, kechagi kunni PDVS, to есть mana joydagi tashqi likvidgacha ishlashga harakat qilaman. Tashqi likvidgacha ishlashga. To есть mana bu yerda bizda FVga bor, lekin men IFVga tutgan bo'ladim katta ehtimol bilan. IFVga tutgan bo'ladim da. Bizda chiqib beryapti. Okey, zo'r. Bunga o'tamiz. Bunda SMT yo'q hozircha. Bunda ham hozircha da SMT yo'q. Xo'sh, ko'ramiz. Keyingi seçgan ochishga. Mana bu yerga chiqishim yo'q, lekin unaqa bo'lgani yo'q. Bizdagi mana bulardagi CSG holati. To есть bu bo'lmaydi. Bizdagi CSG holati ham bizdagi likvidnost To'p qo'ying. Yaxshi. yechilibdi. Bu yerda bizda ITH yasalganini bilishimiz mumkin. Bu yechdi, okey. Bu ham yechibdi, okey, zo'r. SMT yo'q. Bu yerda ham bizda ingolf yasadi. Ingolf yasagandan keyin mana bu yerga stop bilan bu yerga ham bu yerga ko'rishimiz mumkin. 10:00 bizga reverse beryapti. 15:15 qo'yganni tashqi likvidностьgacha, EVgacha ishlaymiz degan umiddaman. Ko'rishimiz mumkin. Easy konsolka. Bu yerda qanaqa qilib likvidnost? Bizda original consolidation bor. Mana bu joyda OC IRL bo'lgan joyimiz bizga OC rolini o'ynab beradi. Ham bizda ko'rishimiz mumkin. LR bor. LR. To есть LR. LR bor. Birinchi oxirgi oyoqni yechishga yordam bergan bizda mana olib ketamiz. Bu birinchisi, undan keyin bizga o'sha o'zimiz entry zonamiz surligini ichiga retracement qilib chiqarib beryapti. Okey, zo'r. Keyin bizdagi yechish engulf qilib mana bu yechib beryapti. Undan keyin oxirgi oyoq ko'rishimiz mumkin. Bizda birinchi, ikkinchi oyoq, uchinchi oyoq bir yechgandan keyin orqaga, keyin bizda nima qilib beryapti? CSD beryapti, ham engulfing, shu yerda entry, tipada ITH yasalyapti. Bu yechildi, bizda 1 2 SMT. Menimcha bu hozirgi mana bo'yicha idealniy trade hisoblanadi deb o'ylayman. Вот kunim shu. Men qanaqa qilib kutdim sizlar? 18:00 men high yasalishni kutdim. Да, chetga. Low yasalishni kutdim. Hammaga rahmat. Tushunarli. Assalomu alaykum. Bugungi biz ko'rib chiqargan narsamiz bu 16:15 bugungi sanani review qilamiz bugungi vaqtda. Ko'rishimiz mumkin bizdagi daily switchani yopilishini и uni shu 0.70
179.012 zonasini bizada o'ta zonalarni hurmat qilgan tarzda yoqilyapti. Ham bizada как бы range sifat, lekin nima? Bizadagi off, shadow off da kelyapti. Hamma bu yerda bizada nimamiz bor edi? Bu yerda bizada nivogimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. New daily opening, new weekly opening gapimiz bor edi. Buni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Endi joydan 4 soatlikka o'taman deyilgan. Bizlarga ko'rishimiz mumkin bo'lgan shartnovi. Birinchi o'zi narrativ deb qaralganda men narrativni nima qilib qo'yaman. Biz ko'rishimiz mumkin, highlight hech qaysi hali olinib kelayotgani yo'q, prosta yechilyapti. Yechilgandan keyin range low IRLga tushib ketyapti. Bu bizga nima beradi? Ko'rishimiz mumkin, bizda shartnovi off narrativ, bizda shartnovi off. Bizning yaqin likvidlarimiz mana bu LRL va pastdagi IRL nuqtamiz. To'g'rimi? Mana bu joydagi IRLimiz. Xo'sh. Keyin men nima ko'rmoqchiman? 4 soatlikda mana 18:00 dagi bizdagi secha ochildi 4 soatlik. To есть bu yangi week boshlandi degan narsani beradi. Men o'sha o'zim trade qilayotganda tushunishim uchun bizdagi mana bu IRL nuqtalarimiz nima? Aktual sifat, aktualniy likvidность, aktualniy nima edi? Deb bilaman. O'shaning uchun bizda mana bu new weekly opening gapimiz bor. Bu yerda ham nivogimiz bor. To'g'rimi? Volume balance o'zgartiraylik. Buni bunday qilaylik. Okay. Nivog. Bu yerda nivogimiz bor, ko'rishimiz mumkin. Ham 14:00. Menda nima ko'rmoqchiman? Mana shu nivogga chiqib, mana bu yerdagi reaksiyasini olib, SMT larni berib, pastdagi IRL nuqtalarimizga tushib ketadi degan narsani beraman. Nima bunga nivog deysiz? Nima buni nivog deb olardingiz? Volume imbalance mi bu? Nivog desangiz ham tushunishim mumkin edi. Bu nivog emasda bu. Chunki H4 o'ziga nisbatan ancha kichkina tasavvurlansa, nivog bo'lishi uchun weeklyda хотя бы shunaqa bo'lishi kerak. Bundan katta time frame'ga olsangiz bu ichida qorishib ketib qolgan bo'ladi, birlashib ketib qolgan bo'ladi. 8:00 ko'rishimiz mumkin. Bizda yuqoriga manipulyatsiya yasalmoqda. Chiqdi. U 2:00 dagi sechani yopilishi ham biz o'ylashimiz mumkin, mana bu iPhone'ga bordi, lekin mana bu yerda bizda nivog kuchliroq. Ham bizda mana bu yerda birinchi SMT holati, bizda mana bu yerda SMT holati bor edi kecha kunga. To есть men Yumida tashlaganman bo'yicha. Endi mana shu joyda bizda mana bunaqasiga SMT'miz bor yana. Men buni ko'rganimda ham M15 ga 4 soatlik time frame alignment bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Bizdagi nivog tushib turmaydi. Birinchi SMT'miz qanaqa kechgan? Mana bunaqa tarzda kechilgan. Уже ikkinchi SMT'miz ko'rishimiz mumkin. Bizda mana bunaqa tarzda kechibdi. To есть 130 kecha kunda mana 730 130 hayni, to есть mana bu nivog hayni yechib qo'yganda. Bugun o'sha narsani yecha olmadi. Ham plus bu yerdagi mana bu yerdagi 830 da yasalgan hayda biz S&P 500 da ham 130 da ham Dow Jonesda ham yecha olmaganimizni ko'rishimiz mumkin. Nima aytamiz, ko'rishimiz mumkin mana. Uni to есть o'sha kecha kunda 30 ekan, bugungi kunda 730. Mana tepada bizda birinchi SMT bor 10:00, keyin mana bu yerda ko'rishimiz mumkin 10:30. To есть kecha kuni 14-iyulni 10:30. 14-iyulni 10:30. Mana bu hay. Qashqadaryo 7-8:30 olib ketaman. CPI da hosil qilingan hayda. Mana bunda ham 10:30. To есть o'sha 10:30 da yecha olmagan mana bu. To есть mana. Xo'sh, bizda nima hosil bo'lmoqda? Yana ko'rishimiz mumkin. Pastda narrativ okey bu yerlar. Bizdagi mana bu hay yechilishi. Xo'sh, bizda 1:00 dan, to есть 3:00 dagi hay yechilyapti bunda. Mana bu nima? Mana shu joyda ham ko'rishimiz mumkin. Bizda birinchi SMT lardan hosil bo'lgan. Tushib ketaveramiz bu yerga. 7:30. Ko'rishimiz mumkin 7:30 dan keyin bizda M15 830 bizda nima qolyapti? Endi bu iPhone'ga bo'ladi o'ylaymiz. Ham bizda ko'rishimiz mumkin mana bu joyda SMT hosil bo'lgan. To есть ikkinchi SMT ko'rishimiz mumkin. 10:00, 3:00 ham bor. 3:00 hay bilan SMT bo'lib qolyapti. Mana bu yerda ham bunday SMTlarimiz bor. Xo'sh, endi M5 ga o'tsak menimcha ma'qulroq bo'ladi degan yondashuvga keldim. Bizdagi breakaway measuring ga qoldiradi menimcha katta ehtimol bilan. Bizda SMT dan keyin 9:25, lekin 9:30 bo'lmaganligi uchun mana shu measuring o'zidan olib ketsa bo'ladi. Nima uchun desak, chunki bu joyda o'zida ham biz mana bu haylar bilan SMT hosil qilingandi o'sha. O'shaning uchun bu yerda endi prosta risk qilinmasligi uchun mana bu joyda measuringlarimiz bor-ku. Measuring gapimiz. Shu measuringlar qanchadir darajada biz SMT nima qilishimiz mumkin? Enter qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. 9:35 bizda o'sha pastga reaksiya, yana bitta 9:40 men 10:00 deb предпочтать qilaman. 9:45 ko'rishimiz mumkin, bizdagi ikkinchi measuring gapimiz bor. Ikkinchi measuring gapimiz bor. Burada kichkina measuring gapcha. Tepada breakaway gapimiz bor. Xo'sh, 9:45, 9:50, 10:00 bo'ldi tepada. Measuring chiqib berdi, breakaway ham chiqib berdi. Ko'rishimiz mumkin, bizda bittada ikkita sechani, to есть ikkita sechani o'zi bilan olib ketib qoldi. Mana bu joyda bizda ana bo'lib qoldi. Xo'sh, iPhone'ga bo'ldi. Mana shunday reaksiyasidan mana shu yaqin likvidgacha ishlamoqchiman. Mana shu yerdagi, to есть mana bu OC-dagi yaqin likvidgacha ishlash niyatim bor. Line qilib qo'yaylik, line.
Men bu yerdagi mashina qo'ymaydi. Ishlash niyatim bor. Hozir endi bu yerda o'xshay ko'rib chiqamiz. Qanaqa holat ketmoqda. Men bu yerdagi iPhone tutdim. Bu joyda breakaway ham yechilgan kelib. Narx 10.00 10.05. To есть mana buni chizib qo'yay. 10.00 bizda tepaga chiqib, tepadagi nimalarni yechib, bittadan mana shu 3 ta shamni tashlayib yuboryapti. Bu yerda engal hosil bo'lyapti. Engal hosil bo'lgandan keyin mana bu yerdagi iPhone-dan, to есть mana bu joydagi hosil bo'lgan iPhone-dan, mana bu joydagi hosil bo'lgan iPhone-dan xohlagan narsaga kirsak bo'ladi. Işte shu joydagi iPhone-dan kirishimiz mumkin. To mana bu pastki OC-dagi, to есть mana bu yerdagi LRR-lardan likvidnessni yecholmagan likvidnesslardan shu joylargacha ishlashimiz mumkin. Mana bu joyga ko'chirishimiz mumkin. Birinchi SMT, xo'sh bizdagi mana 10.05, mana bu yerda 9.5. Xo'sh bizdagi 10.05, mana bu yerdagi 9.35 ekan. O'sha mana bu yerda bizdagi holatimizda SMT 9.35 mana bu haqiqatda yechilgani yo'q ekan, lekin ko'rishimiz mumkin. Bu уже natijada ishlashyapti, mana bu o'tamiz. 9.35 mana bu haqiqat. Bu ham hali yechilgani yo'q, ko'ramiz. Danish harakatlar. 130 da o'zi mana bu birinchi SMT, ham mana shu joydagi ikkinchi SMT, mana shu birinchi SMT bor bizda. Mana bu yerda bu yerda SMTlar berilgan, hamda ham bizdagi o'sha LTF da SMT qidirilmoqda M5, M5 da mana bu joyda iPhone hosil bo'lgan. Shu iPhone dan olib reaksiya olinyapti. Mana bu yerda breakaway measuring gaplarimiz bor. Bizdagi nima 9.10 holati bizdagi mana shu 3 ta shamchani yuborib, ham iPhone qoldirmoqda. Menimcha bu yoq o'zi idealni ketgan deb o'ylayman. Easy trade. Hamma uchun rahmat. Hammaga bunday shunaqa kunlar. Xo'sh, bizda nima bo'ldi deydigan bo'lsak, Novok bizda PDR rolini o'ynab berdi. Bizda mana bu yerda OC-miz bor edi. Mana bu yerda low risk hosil bo'ldi. Low riskdan keyin bizdagi birinchi oyog'i, undan keyin bizdagi mana bu likvidnessni yechishga harakat qilgan, mana shu likvidnessni yechgan likvidness bizda qaysi bo'ladi? Mana bu joydagi ikkinchi oyog'i bo'ladi. Undan keyin chiqib o'tibmiz biz. Mana bu tipani o'zida ham SMT ko'ryapmiz. Bu yerda biz SMR holati yuzaga kelmoqda. SMR dan keyin ko'rishimiz mumkin. 3.35 bizda silver bullet vaqti, birinchi, ikkinchi mana bu yerda measuring bo'lgan. Mana shu yerdagi measuringdan reaksiyasi olib pastga tushyapti. Bu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi likvidnessni yechgan iPhone-ga bu. Da, mana bu yerda ham qanday iPhone yo'q ekan bu yerda. Yo'q ekan. Xo'sh, mana bu joyda ham bu yechgan, okey. 520 bo'lsa, bu joydan ham uzunlik yechib ekan, bir SMT yo'q, mana tepada SMT yechilgan. iPhone-ga bu bizda birinchi low risk mana bu yerda berilgan bo'lsa, low risk ololmayapti bu. Mana bu bizda distribution, accumulation holati, accumulationdan keyin reaccumulation, undan keyin bizdagi MXM OC-mizga harakat hujum bo'lgan. Ancha ideal kun. Alo, Islom aka. Babay. Ishlayapti aka hozir. Da. Просто qotib qoldi menda. Mana joydan boshlab qotib qoldi. Mana yergacha bo'lgan SMT'larni zo'r topdingiz, maydalashib, two stage SMT bor. HTF-ni sanab berdingiz, LTF-ni sanab berdingiz. Bu yerda qotib qoldi. Mikrofonim ishlamay qoldi. Buyog'i tushunarli, mana chizib berganingiz bo'yicha ketdi, keyin ITX qilib berdi. Mana bu joyida mana kichkina obichasiga, piderichasiga javob berib, yana ketdi. Bu yerdagi iPhone-ga plus Full-gini o'ziga reaksiya и bum. O'ta go'zal, o'ta go'zal. Bu yerda double torcham bor ekan. Bunisi bu. Uchinchisi endi. Buni ko'rdik. Assalomu alaykum. Bugungi ko'p chiqadigan traderimiz. Bu bizda Uzr aka. То есть Dow Jones ko'p chiqamiz. Dow Jonesda strelka, то есть 4-8-iyun 2020-yilga olingan trade. O'shda nima ko'rishimiz mumkin? Bu bizda vtornik 16-iyun, bu 17 bo'ladi. Bizda 16 va 17 tepasida, то есть highlarda birinchi SMT ni ko'rishimiz mumkin. Undan keyin mana bu switchani, mana bu switch yeb yopilyapti. Значит, yaqin, то есть yaqin joy mana bu joydagi bu пятница, mana bu joydagi nivok bo'lishi mumkin. То есть mana bu olaman. Mana ko'rmoqchi bo'lgan joydagi ssenariy, mana bu tepada SMT berilgandan keyin nivokka tushib, nivokdan qaytadan o'zini masalan destasini olib ketgani menimcha ma'qul. Hamma beradi bizda nivok. Siz futuresda ishlayapman dedingiz, aytmoqchi aka. Brat Ko'ksumbek. Alo. Gapiryapman aka, mikrofon o'chib. Ha, aka futuresda ishlamoqchiman. Ishlayapman ham hozir aka.
ishlamoqchiman deb yolg'on gapirmang. Mana bu joyda yemir bo'lib turibdi. Mana bu joyda anavlari bor. Nimada? Qaralari ko'rsatilgan demoqchiman. Bekorga so'ramadim. Yaxshi ketyaptimi? Yo'q aka, men hali qilganim yo'q. Boshlayotganim yo'q. Просто featuresda nima deydi? True data beramiz deb turib, ana shuni o'zida qilib ketayotibman-da. Endi nasib bo'lsa shu featuresda ishlamoqchiman. Ta'kidda в общем случае. Chunki menga to'g'ri kelayotgan features o'shaning uchun Bunaqa entrylaringiz bor-ku. Assalomu alaykum. Rahmat. Mana bunaqa entrylaringizga rosa to'g'ri keladi. Rosa maza qilasiz. Men shunaqa qilib ishlamoqchiman-da. Kirasiz, chiqasiz, tamom. Kun bo'yi unaqa o'tirmaysiz. 9:30 momenti bo'yicha ishlaysiz, chiqib ketasiz. Assalomu alaykum. Bugungi ko'p qiladigan bu bizda mumkin. Yaqin joy. Ko'ring, hozirgi soat 5tasini olib ketgani. Menimcha ma'qul. Hamma bu yerda bizda Nuvok. Oldin ishlaganimizda featuresda faqat ana psixologik tomoni ana bo'lib ketganligi uchun bitta stop olgandan keyin orqasini quvib ketganimiz uchun ana shu bilan ketganda aka. Hammasi o'zi 70% ni qilib qo'ygandim o'zi. Fandat qilaman. Bir xil ishlayotgandim har kuni. Bir xil vaqtda bir xil trade ochib keladik. Oxiri keldida shunday psixologiya buzildi. Bitta ikkita stop oldik. Shu bilan orqasini quvib ketdik-da. O'zi yo'q joyda ham entry qidirishga harakat qilib qoldim-da. O'zi bozor bermayapti hech narsa, lekin entry qidiramiz to'lika. Endi u ahmoqgarchilikda aka. Bu просто ahmoqgarchilik. Bir Mana shunaqa tarafdan narsa bo'lib ketdi. farosatsizlikka ham kiradi, bir tarafdan bilimsizlikka ham kiradi. Xullas hammasidan bir shingilda. O'zingizga qaysi birini ravo ko'rsangiz, o'shani olaverasiz. Olaman. Ko'ring, hozirgi soat 17:00. Men 18:00 belgilab olaman. Bu mana bu ekan. То есть hay narsa bo'ldi deb o'ylayman, lekin men 9:30 kuchim kerak. 9:30 dagi manipulyatsiya bilan tipani haylarni yechib qo'yib, hamma joylarga kirib, FVga kirib, keyin pastga Nuvokka tushib ketsa kerak deb o'tiribman. Undan tashqari, menda pastda yig'ilib qolib ketgan tashqi likvidnost. Shularga qarshi biz ishlashga harakat qilamiz. To есть shularga borishga ishlashga harakat qilamiz. Soat minus soat 7. 8 yuqoriga o'tdi. Men ko'rishim mumkin. 9:30 9:00. To есть mana qarab qo'yaylik. 9:00 bizda 5 ga ketamiz. Pam. 9:00 25. Bizda ko'rishimiz mumkin. Mana bu hay yechilish arafasida o'zi yechildi ham. O'zi bu ikkinchi desiyasini qilib tushib ketyapti. Biz shu joyda Nasdaq ko'rishimiz mumkin. Nasdaq mana bu haylarda o'zi yechib qo'ydi. Bu esa yecholmayapti. Mana bu yerda ikkinchi SMT berilyapti. Xo'sh, bizda M15, M1 ga o'taman, time frame line bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Bizda nima bor? Mana bu yerda OB'miz bor edi. OB'miz bor. Test juda zo'r yozilmay ketgan ekan. Minus OB'miz bor burada. Okey. Instrumentga yozyapsiz. Okey, minus OB'miz bor, ham buni ichida nimamiz bor. Ancha ketdi. Bu yerda hech qanaqa Ochmay qoldi. Bosam ham ochilmayapti. Mana endi ochilgan. Lekin bu joyga ham mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Touch berib ketib bo'lgan o'zi. Montajni ham shunaqa tez qilasizmi? Joydagi CICD'miz bor. Maysiz? Xo'sh, buni men qanaqa qaraman? Montajni ham shunaqa tez qilasizmi? Nima? Trading viewdagi Montaj oddiy qilmayman. amaliyot yugurmayapti. UX UI demasizmi deysiz? UX UI aka. Shu saytda dizaynida, to'g'rimi? Da. Men endi qiyin produktlarda ishlayman aka. Birinchidan, Saytda dizayn. Mana bunaqa sistemli tomonlama bo'ladi aka. Qiyin produkt. Tushunaman. Tamam. Mana 938 deyishlardan kiraman. Nima uchun degan bo'lsangiz, bizda SMT'miz bor, to'g'rimi? Bizdagi SMT'miz bor. Tipada ham PDVda, to есть PDHlarda SMT'larimiz bor. Bizda likvidnost yechilgan, tipadagi high, base high yechilgan. Undan keyin bizda volume imbalance javobini, OB ga javobini mana bu CICDdan ko'rishimiz mumkin. Bu bizdagi oxirgi ana bu esa bizda ikkinchi qo'l, mana bu esa bizda OC sifatida ishlab beradi. Mana bu bizga o'sha paytda low risk bo'lgan bo'ladi. Xo'sh. Ko'ramiz deyishdilar. Mashq qilib, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Buni ham yechgandan keyin mana shu yerda SMT bormi? 935. 943. 943. Da, mana qasiga SMT bo'lyapti. Bizda shu sababli men mana shuni o'zidan entry qilishga aniq qo'yib qo'yaman. 1 ga 2 ekan. Okey. Birinchi oyoq yechildi, qayta pretrace beryapti.
Xo'sh, mana shu joyda endi narxni price action o'qiymiz yo'la. Mana bu ko'rishimiz mumkin. Bizda 941, to есть mana bu yerda 935, 935 da bu yechib qo'yibdi. Bu hech olmayapti 935 mana bu xayl. O'shandan keyin bizda SMT hosil bo'lmoqda. Xo'sh, bundan keyin momentan dostavka berdi. Mana bu yuqoridan kirishdan, OB-dan kirishdi, low riskdan olishdi. Men to есть anavda bilardim, ishonchim men olgan bilardim. Bitta ehtimol bilan mana bu joyda ham hech narsa bo'lmaydi. Lekin ko'rishimiz mumkin, buni yechgandan keyin bizda nima qilyapti? Display, to есть tepaga reaksiyasini berib, pastga retrace bo'lib o'qib ketyapti. Shunaqa holat, bu ideal emas ham bo'lmasa ham, menimcha yaxshi topilgan deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Zo'r. Вообще идеально. Kamtarsiz. Lekin bitta savol bersam maylimi? Birinchidan nima kirsam? Hı? Aha, mayli. Narx nega menga achchiq deb o'ylaysiz? Hello, it's me. O'rganyapman. I was Bu yerda wondering. to есть men bu joyda yechilgan joyda уже ITX yasalgan, to'g'rimi? Bizda tipani yecha olmadi, ITXni yasadi. Men bu STX deyiladimi, nima deyiladi? Shu yechishga chiqib ketdim aka. ITX endi yasaldi. Şimdi ma'muriy kechada mana qildik. Sizdan STX bitta Bo'ldi. so'rga yorib touch sezdik ketdi. To'g'rimi? Xo'sh, bundan keyin momentan dostavka berdi. Mana bu yuqoridan kirishdan. Eng qizig'i mana shunaqa joylarda TPS zo'rlabda, tushunyapsizmi? Spread yo'q. Kayflasiz. Ana Sangiz nimani shu joyi zo'r ekan aka. Spread yo'q, u yo'q, bu yo'q. Joyidan Mazza ochiladi. qilishdi. Da. Mana OB-dan kirishdi, low riskdan olishdi. Men to есть anavda bilardim, ishonchim men olgan bilardim. Xo'sh, mana bu holat. Assalomu alaykum. Xo'sh, mana bu holat. Bu Xavyozdan olingan payt 9-iyun 2016-yil, vtornik kuni olingan ekan. Okey, zo'r. Xo'sh, bizda пятница, понедельник. Bizda ko'rishimiz mumkin. Bizda mana bu yerda yaqqol benzin low bor. To'g'rimi? Biz shu joyga qarab nima qilyapmiz, deyishimizni bajaryapmiz. Buni yo'lida biz понедельник va пятницаning o'rtasida hosil qilingan nimamiz bor, FVG'miz bor. Inbuilt, to есть da, FVG'miz bor. FVG'miz bor, okey, zo'r. И biz ko'rishimiz mumkin, off qanaqa? Shartli narrativda. To есть narrativimiz bizda downtrendda. Shu narsani zo'r qilyapsiz. Zo'r tushunibsiz a? Order flow'da. Umumiy kartinkaga qarab turib, vaziyatga moslashib, pizzeria qidirib, time frame bo'yicha setup qidirib bosish. Zo'r. Vaqtida. Offimiz. Da. Endi narrativ ko'rishimiz mumkin. Bizda ichki likvidnost olib ketgan, и tashqi likvidnostimiz bor. To есть ichki likvidnost bizga mana bu FVG rolini o'ynab keladi. Bizda FVG Shunday. tashqi likvidnostga hujum esa bizga mana bu To'g'ri. bizga AWS sifatida ishlab keladi. Okey, zo'r. Biz отчетga bizda chet qoldik. Bizani premarketimiz birinchi to есть qanaqa desam bo'ladi, OFLC bo'yicha biz kunni high yasaymiz. To есть mana bu joy open, mana bu joy high, keyin kunni nima qilamiz? Low ni yasaymiz, keyin mana qilib close bo'ladi, to'g'rimi? To есть mana bu joyda low, mana bu joyda close. OFLC. Mana shunaqa bo'lishini o'ylayman. To есть daily candle birinchi high yasa oladi, undan keyin bizdagi pastga ichki likvidnostlarga hujum qiladi deb o'ylayman. Hozir sevaga o'taman. Sevaga o'tgandan keyin men o'zimga kerak bo'lgan nima tashay, sizga nima qilmasin. Mana qilamiz, okey. Men o'zimga 8:00 da belgilab olishim kerak. Mana buni 8:00. Bizda ko'rishimiz mumkin. 8:00 belgiladik, okey. To есть kunni boshi bizga nima qilish kerak? Birinchi mana bu joyda manipulyatsiya yasab berish kerak. Manipulyatsiya yasagandan keyin biz mana bu joydagi errorga tushib ketishimiz kerak, yumik sen bo'yicha. Hozir mana bu joyda OC, keyingi nuqta, undan keyingi nuqtalarni olaylik. Hali endi asosda ko'ramiz. O'tkazamiz. Bizda ko'pincha New York sessiya qilib bo'ladi. Va hali ham o'sha open kun ochish paytlarida yuribdi. Daily open tomonlarda 3:00 bizda London boshlandi. 7:00 London tugayapti. 8:00 и ko'rishimiz mumkin 9:30 London New York kirgandan bizdagi yig'ilimiz bilan nima qilyapti? Yig'ilimizni yechyapti ham. Shu joyga ko'ramiz hozir. Bu joyga ham yechgan ekanmi? Lekin dailiga kirgan. Da, dailiga kirgan ekan. Okey, hozircha bu darajada how euro bilan qaraylik-chi. How euro bilan ko'rishimiz mumkin. How euro bizda nima qilyapti? SMT berilyapti bu yerda. To есть mana bunaqasiga. Da, shunaqa ekan. Yo'q, to'xta. Pastga o'taylik. To есть bizda mana bunaqasiga ham go'zal bir how euro bilan SMT'miz bor. Xo'sh, undan keyin ko'rishimiz mumkin, bizda bu yerda nima qilyapti? Engulfing yasalmoqda. Engulfing yasalgandan keyin xo'sh, bizda o'sha yasni cho'kchimligi bilinib o'tibdi. Bizda bitta, ikkita, uchta shamchani, просто bitta shamcha olib yeb yubormoqda. Endi H1 dan men M5 ga o'tsam, bizda M5 ga o'taman, keyin M1 ga o'tib trade qilib ko'raman.
rosa joyda turibdi Xo'sh, mana shu joyda. deganda keyin Bizada birdan mana tipa o'si bo'lsa. M5 ta. M5 ga o'tamiz. M5 ta rosa joyda turibdi ekan Okey, bilsa mana bu uchun. joyda bo'ladi. Sezing yo'qmi? Ko'rsam. Biza aytamiz M5 ga o'taman, keyin M1 ga o'tib trade qilib ko'raman. Belarusdagi bir shape-da. M15 ga o'tamiz. M15 da qanday yapib qo'yganman. Okey, mana bu joyda bizada nima bo'ladi? LR o'ynaydi vazifasini. Bu yerda biza kuchli liquidni stop degan bor zona. LR. Kuchli zona bizada stop degan. LR. Mana shu joyda men sen topib berishga harakat qilaman. Xo'sh, bizada internal yechilgan vaqtda bizda mana bu joy bizda OC vazifasini bajarib berdi. Mana bu joy OC, bizda tushib kelyapmiz, mana bu bizada low risk, keyin mana bu yerda ikkinchi oyog'i, mana bu uchinchi oyog'i yecholmayapti, mana bu SMT bo'lib qo'ygandir. Undan keyin tepaga chiqib turib, mana bu OC'ni yechishga harakat qilyapti. Mana bu joy bizga yana bitta OC berilib qo'yapti. Mana bu joy M1larda, mana bu joylarda qanaqa ana bo'lgan bo'lsa, bu yerlarda low risk vazifasini bajarib kelyapti. Bizda ko'rishimiz mumkin yuqoriga chiqyapti va mana bu yerda bizada mana bu FVga kirgan. Mikrofonga ekan. Maybe mana shu joyga qanaqadir SMT berilyapti. Уже low risk bor bizada. Mana bu joy bizada mana bu liquidni yechilgandan keyin taklif bor. Bu yerdan keyin ko'rishimiz mumkin bizada mana bu low yechilgan maybe qanaqadir SMT bo'lib qolgan, qanaqadir modellar bo'lgan. Bizadagi mana bu qayga yechilyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, endi qo'ldan kelgancha men bizada nima qilib berdim. Xo'sh, bizada birinchi oyoqda mana olamiz. Undan keyin mana olaman. Undan keyin biz ko'rishimiz mumkin OC olamiz. To есть OC distribution, in accumulation, keyin OC ga hujum qilmoqchiman. Xo'sh, M1 ga o'tsam ham yaxshi bo'ladi bu yerda. Xo'sh, M3 yaxshi bo'ladi. M1 ga o'tsam yaxshi bo'ladi. M1 da yaxshi bo'ladi. Xo'sh, bizada nima bor? Bizada mana bu joyda chiqqan oxirgi manba IFV'miz bor, oxirgi emas, endi yechgan IFV'ga keyin manba IFV'miz bor. Xo'sh, biza soat necha? 9:59. Biz vexet ko'rishimiz kerak deb barobar. Okey, mana shu yerda nimadir vazifasini. M5 da ko'rishimiz mumkin. Bizada liquidni yechgan liquid IFV'ga rolga beryapti. Biz H1 dan kelganimiz uchun menimcha M5 dagi IFV'ga olsak, nur ustiga a'lo nur bo'lib qoladimi deb o'ylayman. Bunday qilamiz, ham bizada nima qilyapti? Zo'r entry. Uni hechkasi ochilmoqda. Xo'sh. M5 biz qayerga tashladik? Mana bu yerga chiqdim. Mana o'zini candle o'ziga qo'ydim. Nebo'sh risk xohlasam mana yuqorisiga ham qo'yishim mumkin. 2 yer. Lekin men bu yerda yaxshiroq deb o'ylab ketdim. Buni o'tadigan okey, bu tushib ketdi pastga. Havrayveramiz, tushib ketdi. Okey, zo'r. Synchronization yaxshi. LR'larga hujum. Okey, ko'ramiz. Xo'sh, bizda momentan dastlabki qanaqa deyiladi? Ko'rishimiz mumkin. Bizda low risk olindi. Low risk olingandan keyin yuqoriga chiqib bizda redistribution holati. Accumulation holati yuzaga keldi va tepadagi mana bu FVdan reaksiyasini oldi. Undan keyin ko'rishimiz mumkin. Bizda pastga tushdi. И shu pastdagi oxirgi движениyani, accumulation движениясini mana bu joydagi measuringdan 50% ekan. Da mana shu measuring, mana shu measuringdan pastga mana bu osiga hujumni ko'rishimiz mumkin. LR'da tortishini menimcha bu ham shkalab trade deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Zo'r. Tohir bilan gaplashib turibsizmi? Biz uncha vaqtimiz o'tgan yo'q, gaplashyapmiz. Hangima qilyapsizmi demoqchiman. Connection bor. Da, qilyapmiz. Birlashtiray. Ya, Ana kichiklarimizni biratlashdan derdi. Qo'rqasanmi dedi. ha, Qo'rqasizmi? Ha? Qo'rqasizmi? ya, aka, birov bellashdan ko'ra o'zim bilan bellashay. Ya. Hozir chatga ketyapsiz. Hech kim bilan bellashishyapmiz. Просто по приколу aytayman. Sizga nimadir qo'shsa bo'ladi, kerak emas, chunki mohiyati tushunib bo'lgansiz, tushunyapsizmi? U nimadir deganingiz ana Fibo levellar bor-ku, 1.2, 1.2 shunaqa. Hakka Fibo bor-ku, shunaqa narsa. Shunga Men uni ishlataman. Daily range deyman, PDR'larni ishlataman, shu Fibolar bo'yicha. U Fiboga kirammi, kirmaymi bilmayman. Shularni ishlataman. Standard deviationda ishlatmayman, pastda. Standard Chunki deviationda liquid bilan ishlayman. bitta sinab ko'ring. SMRdan boshlab tortsangiz, OC'ni ko'rsatib beradi 3.5 nuqtasi. Lekin men unchagacha ishlashni ham xohlamayman. Men -1, Tortsangiz? 2 zonalari bor-ku. Mana menga tortsangiz shu narsani ko'rsatdi. Hozir qarang, nechinchi sana bu? Mana 0906 aka. M5 chiqmaydi bunda endi. Mana yerga tortsangiz, endi bu low time frame bo'lganligi uchun 2.5 da anasi.
OC Hmm, nuqtasi. Shunaqa chiqadi. Xo'sh. Bugungi tradeimiz InQ'dan. Bu trade 09 06 2026 to'g'ri iyunda bo'lingan. Xo'sh, bizlar mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu joydagi shu butun движенияni mana bu bitta shamchi bitta yeb qo'yibdi. Bu reaksiyasini juda yaxshi deb bilsak bo'ladi. Mana bu joyda biz ko'rishimiz mumkin. Yaqqol tarzdagi birinchi low bor. Xo'sh, keyin bu joyda ko'rishimiz mumkin. Bizda nima bor? IRL bor. Xohlaylar buni bunaqaroq qilib olib turib, nima desam bo'ladi? Equal low deb qo'ysak ham bo'ladi. Lekin menda tashqi liquid, to есть external range liquidity bor. Mana bu yerda nima deb bo'laman? To'g'ri topsizlar. Ichki liquid. Internal range liquidity deb bo'laman. Qaysi narsani Internal range zo'r liquidity. topyapsiz. Biz bilan time frame bo'yicha Zo'r. boshqa o'taman. o'zi ana shuni ham hozircha ana ishlab chiqyapman Bizda o'zim hamma bo'lgan tez bo'lsa, trading strategy Mhm. o'sha ishlaydigan vaqtlar boshqa instrumentlar daily price bo'yicha xuddi shunaqa narsani ichiga qo'yib ketyapmanda. Tashqi likviddan ichki likvidga, ichki likviddan tashqi likvidga. Hmm. Tushundim. Assalomu alaykum. Bugun ko'p chiqadigan tradeimiz bu bizda. Assalomu alaykum. O't boshqasi ekan. Xo'sh, mana bu Oxirgisi. Xo'sh. Bugungi tradeimiz InQ'dan. Bu trade 09 06 nima ko'rishim kerak? Bilamsiz, menda o'sha. Xo'sh. Open high yasaydi, keyin low yasaydi, keyin close bo'ladi. То есть open high low va close. То есть endi mana 18:00 bu daily open bo'lsa, daily openni men nima qilish keraman? То есть 18:00 bo'yi bizda mana bu likvidность bilan o'ynash kerak. То есть bizda high yasash kerak, daily high va pastdagi true maqsadlarimiz to'g'ri yo'nalishdagi maqsadlarimizga olib borib beradi. Xo'sh, gap ko'paytiramiz. O'tkazamiz. Bizda InQ 9 kuchliroq. Mana bu 3:00, okey. 5:00, okey. 6, 7, 8, 9. 10:00 bizda nima holati kuzatilmoqda. Bizda ichki likvid yechilishi, to есть IRL yechilishi, ham daily favoriga kirilishi, mana bu yerda ko'rishimiz Mana shu joyda aka bitta to'xtata olasizmi? Bitta savolim bor. Короче, mana o'sha likvidностьni mana tarix o'tganiga qarasangiz, mana bu yerda bitta tepadan tushib kelayotgan, bu o'sha premium zonasidagi joy o'cha qolib ketgan, ko'ryapsizmi? OB sifat, lekin o'zini likvidini, xuddi shu joy likvidini yecha olmagan. Ana shu joyda biz OB deb olib ketaveraymi yoki olmaganim yaxshimi? OB emas, ha? ichki likvid yechilishi, to есть IRL Yaxshi yechilishi, ham eshitdim daily aka, favoriga kirilishi, Yo'q. Bu OB emas. OB Qarang, emas. значит, shu LTFdagi mana shu yecha olmagan OB emas yozish-ku, katta time frame'da ham yechish kerak, to'g'rimi? OB bo'lish uchun ham. Masalan, weekly, daily'dagi. Yo'q, endi u yoqqa olib o'tib ketsangiz, betdagi kartinkani logikasi yo'qolib qoladi. Sizga mana shu joy kerak, bu OB emasligini tasdiqlab beruvchi. Demak, nima qilasiz? Bu yoqlarga tushasiz. 5 yoki M15 ga tushasiz. Shunda ham bitta konkretniy OB bo'lishi mumkin yoki FVG bo'lishi mumkin. Shuni hisobi bu borib aksiyasini berib qaytyapti. Javob berdi. mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizdagi 9:00 da yasalgan high bilan, to есть SMT'miz bor. Xo'sh, bu SMT 15 ham, M5 ham olsangiz zo'r bo'ladi. SMT sifatida Qanday ko'rsak bo'ladi. zo'r yaxshi bo'lmadi. Mana safda ketamiz. Tepada bizda SMT'larimiz bor. Xo'sh, bizda ichki likviddan tashqi likvidga va mana bu joydagi bizdagi range low'larimiz menimcha eng yaxshi situatsiyani beradi. Bizda ko'rishimiz mumkin M5 ga o'taman shu holatdaman. Nima uchun desangizlar, biz ko'ramiz. Time frame bo'yicha H1 dan M5 ga o'tiladi. Mana shunaqa qilib. Xo'sh, bizda mana shu joyda favoriga yechilishi, IRL yechilishi, uni boshqacha narsaga o'zgartiramiz. Okey, bu yechildi deymiz. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, bizda likvidnost yechib bergan iPhone'ga reaksiyasini berib ketyapti. Lekin biz o'ylamasligimiz mumkin, lekin mana shu joyda o'zida ham enter qilishimiz kerak aslida. Mana bunaqasiga enter qilishimiz mumkin-da. Ближайший likvidность. Daily open qilsam, o'zim mana joygacha o'chadi. Xo'sh, agar mana bu joyda men respect qila olmasam deymiz, buni qoldiramiz. Mana bu joyda yo meeting hosil bo'lishini kutaman, yo mana shu iPhone'ga qaytib kelishini kutaman. Lekin bu javobini berilgan iPhone'ga bo'lgani uchun mana bu joyga qaytib kelishimiz kerak. Bizda likvidnost yechilgan narsa bor. Xo'sh, bizda mana bu joyda nima? 945 ta 950 ga chapti, okey, bunda yechyaptim. Vot 945 ta 950 yechonyapti. 940 tam yo'q. 940 ta 945 ta zo'r. 945 ta 950 ga yechyapti. 950. O, mana bu joyda mana tepada ko'rishimiz mumkin nima? Mana shu joyda ham kichik SMT holati. Mana bu yerga o'tsak, yasni. Endi ham shunaqa narsa ekan. Emrada agar zarshiyman degan odamlar bo'lsa, mana shu joydagi iPhone bilan reaksiyasini olib bemalol ketsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozircha men matn qilib turaman, M5 ga qaytaman. M5 da bizda javob bermagan joy, hamma joyda nima bor? Bizda OB hosil bo'ladi, biz o'tsa minusga ishlab beradigan, to'g'rimi? To'g'ri. Qani bizda OB? Yo'q OB. Mayli. Xo'sh, ketdik pastga. Bizda hech qanaqa touch yo'q, mana bu joyda hech qanaqa narsa yo'q. Okey. Bizda mana bu likvidnost yechilishga tushib ketyapti, juda agressiv tarzda. Mana bu joyda bitta narsani aytmoqchiman. Mana shunaqa joylarda men o'lishim mumkin, mana shu favoriga o'zidan. Lekin degan holat bor. Mana shu favorigani mana ITX yasalgan joyi kerak. To есть ITX. Men hozir stop qo'yaman. Mana bu joydan kirsam deylik, mana shu favorigadan kirsam, mana bu joyda stop qo'yib, mana pastga tushdim. Maybe ishlasam bo'ladi.
Lekin xohlamayman shunaqa qilib. Mayli, okey. Xohlaymiz, mana bunaqa qilamiz. Bu ulgurmadim degan joyga 2 yer xohla. Lekin men kirmagan bu yerga. Xo'sh, maybe Emberga o'tsak, bo'lay asliroq rejani beradi. To есть erli sifatida qarasam ham, ichkilik biznes hashbardagi zonani ichkilik biznes sifatida qarasak, mana bu joyda ichkilik biznes deyishgan joyda hisoblasak ham, normalniy o'qish bo'ladi menimcha. Mana bu joyda как бы siyosiy qilib ishlatishim uchun ham buni yaqqolroq dush kerak, lekin men bunaqa narsa ko'rgandim. O'shancha просто skip qilib ketdim. Okey, ketdik. Ikkita yaxshi, bizada measuringga kirish bor, measuring gapga. To есть mana bu joy mana shu joy. Measuring sifatida ishlab beradi, measuring gap. Okey, hashbar, okey. Tipani buzilmayapti, okey. Xo'sh, mana bu joyda oxirgisida nima bo'lyapti? Siyosiy hosil bo'lmoqda. Siyosiy bo'lyapti. Mana shu joyda men mana shu measuring o'chirib turaman. Emberga o'tib, mana shu joyda men qanaqadir bir SMT qilishim kerak-da. Voy. Asal, prям навод. Bekorga ustoz aytmagan. 100 bilan ko'rish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. O'zi mana bizda SMT holati kuzatilmoqda. Mana ko'rishimiz mumkin. M5 ga o'tamiz. Mana bu qayerda SMT. M5 dagi bizda siyosiyimiz bor. Mana bu joyga ERL sifat. Bu SMT menga beradiki, чтобы mana bu joy уже ITF qilindi. Bu joyga men qaytib kelmayman degan narsani. Uchayri soat 15 mana bu joydagi. Ikkinchi oxirgisida qo'shib olyapsiz shekilli. Tajbirda. Oy. Momentan bizda nima? Nice. O'qit. Ko'rdingizmi, Murat? Mana bu go'zallikda. Kerakli rangchi olasiz, o'shangacha o'ynaysiz bo'ldi. Xo'sh, Ranger qaydan? Ranger Low'ga ataka ko'rishimiz mumkin. Juda ham kuchli atakalardan bittasi. Mana shu ham easy money edi. Mana bu yerda oxirgi mana bu yerda oxirgi mana bu joyda kir. Lekin mana bu joyda oxirgi. Xo'sh, bu joyda oxirgi divideniyasini предпочитать qilgan bo'lardim. Rahmat hammaga. Xo'sh, assalomu alaykum. Bugun ko'rib chiqadigan parollardan bittasi. Bu yevro USDda Nizamiydan nima desam bo'ladi. Xo'sh, men meksen bo'yicha ishlab ko'ramiz. Xo'sh. Buni mana qilib qo'yishim. Shu video oxirigacha olinmagan. Ishlab boshlaymiz meksen bo'yicha. Xo'sh, O'zingizga o'xshamayapti. bizada mana bu joydagi tashqi likvidность O'zim tashqi likvidность yechilgan. uyqudan turib kelganman. Tashqi likvidность qolib ketyapti. Yig'ilib qolib ketyapti. Xo'sh, biza nima ko'rishimiz kerak? To есть mana bu joy yechilganidan keyin GPP yutaman. Xo'sh, bizada ham mana bu joyda SMT hosil qilingan ekan. Xo'sh, bizda SMT'miz bor. Likvidностimiz yechilgan. Yig'ilimi, to есть externalimiz, to есть tashqi likvidность, endi ichki likvid tomon qarab, men to есть mana qilib yuramiz deb o'ylayman. Xo'sh, buning uchun men 4 soat H4 dan, to есть Nizamiydan H4 kutaman. H4 kutaman va bu yerga ko'rishimiz mumkin. Bizada bizada mana shu joyda o'zida mixing hosil bo'lgan ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyga range high yechganimizdan keyin bizadagi mana bu high yechilgandan keyin mana bu joy bizada OC vazifasini bajarib beradigan bo'ldi. To'g'ri. Undan keyin ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda bizada OB dan low risk qilib berdi. Undan tushganimizdan keyin bizada o'sha birinchi oyoqni berishda boshladi. Bu distribution holati. Distribution holatini ko'rishimiz mumkin. Bizadagi mana bu ichkilikni yechgan holatda pastga tushib ketgan. Va oxirgi bizada yechtirib bergan joy mana bu joy. Bu bizadagi ikkinchi oyoq hisoblanadi. To есть endi men qanaqa qilib ko'rishim kerak? Mana qara bo'lib ichki likvidlardan, ichki likvid externaldan internalga, externaldan internalga ishlab ketishim kerak. Xo'sh, 4 soatlikda ko'rishimiz mumkin. Buning uchun nol. Okey, yaxshi. 4 soatlik chiqyapti. Bu yerda bizada engulf yasalyapti. Siyosiy sifatida to'xtalamiz. Bizada engulfing yasalyapti. To'g'ri, men blog o'ynayotganim yo'q. Lekin mana GPP'da olmayapti ekan, okey. Bunda ham olmayapti ekan, okey. Xo'sh, bizda ko'rishimiz mumkin. Engulfing yasalgandan keyin 17:00 уже biz New York vaqtida yoki London kelgan vaqtda ishlashga harakat qilamiz. 1:00 bizadagi mana blogni yechyapti. To'g'ri. GPP'da esa blogni yecholmayapti. Из-за этого у нас mana shu joyimizda M15 ga o'tadigan bo'lsak, mana shu joyda o'zida ham yaqqol mana shu joyda o'zida ham yaqqol mana Ranger Low sifatida ishlab beradi. Bu Ranger Low mana bu hozir yaratilgan joy, mana Ranger High sifatida ishlab beradi. To'g'ri. Bizada mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Kichkina range ichidagi, mana bu o'ylashim bo'yicha range ichidagi любой likvidность, bu любой likvidность bizada ichki likvidность deb aytib ketishimiz mumkin. GPP ga o'tadigan bo'lsak, mana xuddi shu likvidность yechilmadi. Yevro yuzida esa yechildi. Bizda bizada mana bu low risk bo'lsa, mana bu STL deyiladi. Shu terror nima deyiladi? O'sha joyimizda SNT holat kuzatilyapti. Undan keyin ko'rishimiz mumkin, bizani ichki likvidностimiz ko'p ketyapti. Mana joydagi ichki likvidностimiz ko'p ketyapti. Xo'sh, bu 4.45 o'zi London boshlandi и почти yarmiga overlapga to'g'ri kelyapti bu. Xo'sh, 5.30. O'sha mana shu joydagi bizadagi MMX modelimiz birinchi do'st. Mana bu oyoqni ustida. Mana bu joyda bizada SNT deb bo'lmasak, likvidность yechilishi и bu yerdagi plus o'sha mana bu yerdagi alfaga sifatida olib keladi. Shundan keyin ko'rishimiz mumkin. Biz Emberga o'tadigan bo'lsak, Emberda bizadagi ko'rishimiz mumkin. Bu MMX deb oladigan bo'lsak, o'sha bizada 1, 2, 3. Bizda haymiz yetgandan keyin kichkina likvidностьlar ko'rishimiz mumkin. Measuringga, mana bu measuring, to есть
mana shu joylar aktualni beryapti. Va oxirgisida ko'rishingiz mumkin, bizda ham juda chiroyli MMXM modeli yasalmoqda. To есть bizda SMT, mana bu likvidность bizda PDR sifatida keladi, ham bizda ko'rishingiz mumkin 4 soatlik MMXM ichidagi 15 minutlik MMXM. To есть bizda nega MMXM da ichidagi 4 soatlik MMXM ni ichidagi M15 MMXM ni ichidagi M1 da trade qilishga harakat qilamiz yoki M15 da o'zida. Idealito, Dito, Chito, Margarito bu kutibdi-ya. Bizdagi mana bu joy. Ana shuni tushunib oldim. Qancha maza qilyapman aka. Yashang hofiz. Katta time framedan kichkinalarga o'tib, Mana bu joydagi SMT muhimroq. SMT o'zbeklar. Xo'sh, M15 ko'taman. Xo'sh, bizda M15, mana bu joydagi likvidность ichilgan. Sizda этого soatlik likvidность. Mana bu joyda hali ham bizda kichik likvidность emas, ichki likvidность bor. Xo'sh, 615, 630, 720, 730, 8, 815. Xo'sh, bizda ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda mijingimizdan reaksiya bo'lingan. Va undan tashqari bizdagi mana bu joyimizdagi OB hozircha aktual sifatida ishlab beradi deb o'ylayman. Yo'lda GDP ga qaraymiz. Hozircha shunaqa ilmiy yoki aqlaniy ko'rayotgan joylar. SMT sifatida. SMT sifatida bu qaynoq qo'ygan. To есть euro GBP mana bu birinchi, to есть ikkinchi MX 4 soatlik MX ichidagi ikkinchi oyog'ini yechib qo'ygan. OB'imizdan reaksiyani 9 so'mdan. M1 ga o'taman. Va M1 da mana shu joy uchun bizda mana bu likvidность ichilganligi yechilmagan. Okey, bizda mana bu holat, mana bu holat bor. Bizda mana bu holat MX'ning hayi birinchi oyog'i va oxirgi likvidность sifatida ishlab beradi. Mana bu joyda bizda OB'miz bor. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda o'sha aytilgan STXmi, o'sha narsani yechib tepaga ketmoqda. Xo'sh, M15 ga o'tib qaytaman. Bu yerda mana сделка olishimiz, основной harakatni tushuntirishda ko'p chiqadi. Birinchi oyog'i olindi. Nedeniga qaytaman. Nedeniga ko'rishimiz mumkin. Bizda xo'sh 4 soatlikka o'taman qaytib. 4 soatlikda bizda qolgan narsalarni qo'yib. Bizda ichki likvidность qolib ketgan. To есть mana bu bu bizda ichki likvidность vazifasini bajarib beradi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, yana bitta mijingga tashab ketdi. Xo'sh, bu ham bizda ichki likvidность sifatida foydalansak bo'ladi. 17:00 ichki likvidность yechilyapti, lekin vaqti to'g'ri emas. 1:00 okey, o'sha mana bu joyga orqasiga qaytamiz. M15 ga o'taman. Bizda hozirgi ko'rayotgan modelimiz bu ichki likviddan tashqi likvidga, internaldan externalga bo'lgan holatni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bizda mana bu joyda equal bo'lamiz to'sib bo'lgan. To есть bu mana bu bizda equal bo'l vazifasini bajarib beradi. Bizda xo'sh 2:00 5:00 bor. Xo'sh, shu holatda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bizda ko'rishimiz mumkin 2:15 holatida bizdagi likvidность equal bo'la yechilmoqda. Bu holatdan GBP ga o'tamiz, euro ga o'tamiz. GBP ga o'tamiz. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin bizda mana bu low, mana bu low da SMT hosil bo'lmoqda. Qolganlarini joylab qo'yishim. Mana bu joy. Hozir. Bizda mana bu joy ko'rishimiz mumkin SMA holatini yasamoqda. Yo'q bo'lmasa, hozir yana basic ko'ramiz. O'sha SMA holatini yasagan bo'ladi. Xo'sh, bizda original consolidation osimiz mavjud. Undan tashqari birinchi oyoq mavjud. Mana bu yerda. Va undan tashqari mana oxirgi oyoq hisoblanadi. Distribution, redistribution holat. Ko'rishimiz mumkin, mana bu joyda bir IFF ga yasalgan birinchi low risk mana shu joyda berilyapti. Hech qanaqa o'zidan bo'shliq qoldirayotgani yo'q. Значит, M1 da u hamma kerakli joyiga javob berib ketayotgan bo'ladi. Xo'sh, bizda 2 kunlar bo'ladi. Mana bu joyda OB qolib ketgan. Mana shu OB ichida bizda FV'miz hosil bo'lgan. Shu FV'ga kelib reaksiyasini berib ketgan. Buni o'zi tozalagan. Undan keyin yuqoriga chiqib, mana bu 05 ga javobni bermoqchi bo'lib, mana bu joydagi FV'ga reaksiyasini olgan. Undan keyin ko'rishimiz mumkin, teparoqqa chiqib, mana bu joydagi mijingdan reaksiyasini olib, mana shu birinchi oyog'ini yechib berishga harakat qilmoqda. Xo'sh, mana birinchi oyog'imiz bosiydi. Okey, bu joyda ko'rishimiz mumkin 4:15 o'zini oyog'ini tozalayapti. Va bizda qolgan manba ichki likvidность tozalanyapti. Endi katta ehtimol bilan bu bizdagi eng oxirgi reaccumulation holati. Va bizda mana shu tepadagi high olinadi. To есть mana bu joyda o'zi, uzr. To есть mana bu joyda o'zi ham bizga MMXM vazifasini o'tab beradi. Shunda biz M15 dagi MMXM ichida M1 MMXM da trade qilib bo'lamiz. Ko'rishimiz mumkin. Bizdagi oxirgi moment tashib tepaga ketadi. Okey, zo'r. O'sha bizdagi mana bu highlar ustida ham ishlar olib boriladi. 4:30 bitta London o'zi shuncha bizga harakat bermoqda. 4:15 4:45 okey. 6:30 mana bu 6:40 New York bizga 8:30 soat. Bizda mana bu joyda bizda xo'sh. Ichki likvidность hosil bo'lgan. Va shu ichki likvidность bizda yechilganini ko'ryapmiz. Va mana bu joyda bizdagi range low hosil bo'lgan. Mana GBP bilan mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Range low'larda SMT holat kutilganda mana shu low bizga SMT bo'lgan va bizning oxirgi o'zimizga harakatimizni mana bu equal bo'lib qo'ygan, shuning uchun holatimizni olib chiqib ichiga qo'yamiz.
Xo'sh, M15 bizdagi o'sha 4 soatlik 4 soatlik ichkilik 4 soatlik ichkilik temizlik ichilgandan keyin ko'rishimiz mumkin. Internaldan externalga harakatda o'zingizlar bilan ko'rib chiqdik. Xo'sh, bu holatda bizda mana bu joyda birinchi oshiga, to есть birinchi oyog'i yo'q, mana bu yerda zo'r. Mana shu joyga Zo'r qilib berdingiz. endi hujumni ko'rishimiz mumkin. Tochku hammasini zo'r keltirib berdingiz. Xo'sh, bu joy bizda xr bo'lib qoladi. Likvidnost ichgan, likvidnost. 4 soatlikda biz особый shunaqa yig'ilib ko'rayotganimiz yo'q. Shu sababli ham bizning eng главный narsamiz unda, to есть bizda ichki likvidnostimiz qolib ketgan bo'ladi. Bizda narx tashqi likvidnost ichgandan keyin ichki likvidnost ichadi, ichki likvidnost ichgandan keyin tashqi likvid ishlaydi. Xo'sh, bizda ikkita tomonda ham ishlashimiz mumkin. Ham tashqi likvid ichganda ichki likvidga, ichki likvid ichganda tashqi likvidga. Bu bizda hozir men ko'rayotgan joyim hech qanaqa mana bu xaylar yechilgani yo'q va men ichki likvidnostni ham bu yerda ko'rayotganim yo'q. Mana bu singari bo'lmasa. Xo'p, shunaqa qilib ishlab ketamiz. Hozircha shu birinchi частьni. Nasib etsa, bu manba yomon olgandan keyin trend stopda. Молодцы. Bo'lgan chasti yo'q degan. Zo'r. Men dam oldim. Ancha narsa bo'ladi. Asablarim tinchlandi. Toza, zo'r. Kutilgandek, tushuntirilgandek, o'rgatilgandek. Siz bilan endi bu yog'iga backtest prat. Zo'r. Короче, aka qarang. Men shu backtestga men taxlayapman. Full hamma narsani yozib chiqyapman. To есть qanaqa vaziyatda ishlanadi, qanaqa taymda ishlanadi, boshqa narsalarni yozib chiqyapman. И bitta narsaga setup unaqa narsalar men uchun easy hisoblanadi. O'sha eng главный narsa o'zi birinchi o'sha aytilganimizdek kontekst topiladi, to есть o'sha narrativ topiladi. Undan keyin o'shanga nisbatan setup qidiriladi, to'g'rimi? O'sha eng bizda главный to'g'ri narsa sifatida ishlab beradi. Shunday. Men ba'zi holatlarda daily bias topolmay qolyapman. To есть o'sha siz aytganingizdek nimadirlar bo'lib qolyapti. Endi ENQ'da ko'rishimiz mumkin. Bizda H4larimizda ichki likvid va tashqi likvidlar juda kam qoldirib qo'yapti hozirgi paytlarda. O'shaning uchun men o'shanga sal boshqacharoq narsa kiritmoqchiman-da. M15 bor-ku, shu M15dagi men kundalik 9:30 da ko'rib turib, просто sizdan so'rayapman hozir. Men ham hozir shu 1-2 kundan beri shu narsani ko'rib chiqyapman. M15dagi любой bitta pidер emas. Endi 9:30 da reaksiyasiga qarab, mana bu masalan pre-market qilgan payti qaysi likvidnostga borib beradi degan narsani bilgan holatda M15dagi pideridan M1dan entry qilamanmi deb o'tiribman ko'pincha. Bunga nima deysiz? Tushunmadim. Tushundim. Tagi ham shunaqa. Mana bunaqa deyapsiz. Bunaqa joy, 15 misol pizza. Xuddi shunaqa. Mana bu joyga keldi. Mana bu yerda SMT'si bor. EMA bilan. Time frame line bo'yicha to'g'ri M1ga tushasiz. Keyin qaraysiz. Iloji bo'lsa bu 9:30 dan keyin bo'lsin deyapsiz. Chunki ancha tinchigan vaqt bo'lsin. O'zining yo'nalishini aniqlab olgan. Ular bizga shans beradigan vaqt bo'lsin deyapsiz. Shunday intrigan. Men ko'pincha mana bu vaqtga anavi qilyapman-da, to есть 10:00 yo reverse vaqt bo'ladi o'sha payt. Yo bo'lmasa davom ettirish deydi, nima deydi inglizchada? Continuation deydi. Shunaqaroq narsa bo'ladi deb o'tiribman. Ko'rdingizmi? Standart deyishlik 2.5 o'zi qanaqa to'g'ri kelib qolganini? Mana shunaqa, menimcha o'zi yaqin bo'lib qolgan paytlari standard deviation ishlatsa yaxshiroq ekan-da. O'zingizga kerakli error chiqmay qolar ekan. Misol uchun 1.2. Qiyin emas-da endi 1.2. Siz o'tgan kun minus qilib qo'yasiz. Misol uchun to'g'ri trend bo'ylab 2.5 ga borib berishini bilyapsiz, faqat nima qiladi? Sal ezadi bunaqa. Siz mana bu joyda o'zida nima qilishingiz mumkin? Chiqib ketishingiz mumkin. Lekin minus qilganingiz hisobiga sizga sal ko'proq kerak. Shunday momentda trend bilan hamohang bo'lsa, entries, ya'ni trend olib borib beradi-yu o'sha joyga, kerakli nuqtasiga. Ham siz unga qarshi chiqmayapsiz. Ya'ni bir xil
bay senaryo bo'yicha bay ochgansiz. Faqat sizga sal ko'proq joy kerak. U ko'proq joyga bormaydi emas, boradi. Faqat nima qiladi? Ko'proq vaqt oladi. Vaqt talab. Tushundingizmi? Shu yog'iga chidab bersangiz Hmm. bo'ldi. Nechi bu misol uchun 1 ga 3 shu 6. Hammasi yaxshi. Mana shunaqa demoqchisizda, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqaroq. Mana Endi shu- menda bitta narsa bor. Okey, bu Fideray'dan 15 ta Fideray yoki Lake Fitness'dan Range the Low, Range the High'dan N1dan entry qilinadi. Lekin mana shu holatda, masalan, mana bu tepada bizada ko'rgan bo'lsangiz, internally yechib berdi daily FVG'ni. To'g'rimi? Bextami yo Bextam? Mana shu. Ha, yo'q, mana bu tomonda 9:30 da daily FVG'miz yechildi-da. Daily IRL'imiz, external, internal'imiz yechilib berdi-da. Men o'yladimki, shu joyda o'ziga. Hozir bu o'sha pastga ketsa kerak deb o'yladim-da. Ko'pincha holatlarda Anaqami? mana shunaqaroq bo'ladimi deb. Ha-da. Ya Shu joydan o'sha men shuni hozir o'ylab turuvdim. Mana bu OHL'si, OLH'sini mohiyati ham o'zi aslida shunday. E'tibor qilsangiz, hali D1 nima bo'lmadi? Yopilgani yo'q. yopilmadi. Eh, 1 soatlikka qaytaylik, o'sha joyni ko'raylik. Kelgan bo'lsa, mana bu soat 15 dan 9 darsi 6 soatmi? 6 soat. 6 soat oldin. Bozor yopilishiga hozir qancha qoldi? 1:43 mi? 1:43 6. 8 soat bor-da, tasavvurlayapsizmi? Tepayaptimi? Nima demoqchi bo'lganim? Mana bu birinchi qo'yishimcha endi boru, bu Mhm. ilojsizda. То есть D1 uchun da to'g'ri, yaxshi. Katta foga keraksa bo'ldi. Mhm. Lekin bu pastdan bechara shuncha qiynalib kelyapti. Shu joyda o'zida shunaqa body shakllantirdi-da. Va H1dagi kayfiyatiga qarasangiz ham bu Dow Jones bilan solishtirganingizda nima? Pastga ketaman demayapti-da. Bo'lib ham просто PJR'dan nima qilyapti? Kuchlanish olib yana darsga ketmoqchiman deyapti. Siz unaqa momentda qiyin-da. Kunga ham Olib qarang. tushib ketishdi. Ha. Keyingi 8 soatlik nabarot bayga yurishini o'ylang. Tushunyapsizmi? Bayga yurganda ham qayergacha? Misol uchun mana bu Liquidgachami yoki mana bu OBgachami? Tushunyapsizmi? Plankani kattaroq qo'yavering. Chunki bu Nasdaq, bilib bo'lmaydi. Bu hozir yetolmayotgandek ko'rinishi mumkin. No, ertalab qaraydigan bo'lsangiz nima qilib yuborgan bo'ladi? Borib qo'ygan bo'ladi. Yokida pastga tushgan bo'lsa ham kelib turib mana bunisidan nima qiladi? Keyin ketadi. Endi 8 soatlik sizga davomiy yo'nalish bo'yicha qarash kerakligini singdirishi kerak. Sababi aytilgandek, bu D1da FOG'ga keldi bo'ldi, endi bu ketadi degan narsa xato. Bu kelib ketishi uchun aynan mana shu kundagi svechani o'zi nima qilish kerak? High yasash kerak. Mana bunaqa. Keyin nima qiladi mana bunday? Qarang. Keyingi kun keladi, mana. Yopildi. High close bo'ldi. Xuddi shunday. Keladi Asian'da nimadir qilib, boradi. Aytganingizdek, mana o'tgan kunda highni yechadi. Shu bahona nimaga ham keyin to'g'ri keladi bu? FTFPJR'dagi OBga ham. Tushuntirib oldim? Keyin paqqatib ketadi. Hozir Weekly'ga qarang mana oladigan bu bo'lsangiz, shunda haftani high yasalgan bo'ladi. Endi konkretni low'ni yasashga yoki qaysidir liquidni yechishga tushib ketayotgan bo'ladi. Ayting. Hozir mana bu pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, ichki tashqi liquidni chizib qo'ygansiz-ku daily'da. qaysi tashkil? Mana pastda. Unda mana shu range the low desam ekan, range the low ni chizib qo'ygansiz. Shu range the low'da aka NQ'da NQU 2026 ni o'zi yechib qo'ygan-da. Mana shu joyda. Hozir endi shu joy shu narsani yechilgan deb hisoblasak bo'ladimi shu joyda? Menga tutashangchi. Yo, mana bunaqa deyapsizmi?
Bu yerda ichmaganda bu. Yo'q, qarang, men ham kecha hayron bo'lib qoldim. Twitterda anavni nimasini ko'rib o'tiruvdim. Nima aytyapti? Bugun o'zi assistentni o'zi ham qo'yib bor ekan-ku, bugun qanaqadir aytyapti degan narsa. Boya shuni ko'rganday bo'ldim men. U ishani ko'rib o'tirdim, qarasam dailiga yechilgan. To'xta dedim, keyin qarasam rostdan ham yechilgan ekan. Mana o'sha kuni Welcome back. 3 soat oldin shuni aytmayapsizmi? shunaqasi ham bor ekan. Ana X ga kirsam, X da ham har bitta Kindle'ni qo'yib yuboramiz. Endi Twitterga bilmayman. Bu aksi bu ancha aktiv. Mana o'shani o'zi ham mana bunda ishlaygan-da. Mana men hayron bo'lib qoldim tashamizga. NQ. Anladım. Market wizards toplayalım ya. And I left all the clues for you to follow. That's money. Ha, xuddi shuja, xuddi shuja. Ay. Ko'ryapsizmi? Mana yechilgan ekan-da. Hiç koyamasa koyamaz. Mana shunda qanday qilib buni tepa qayga ishlayapti deb o'yladim-da. Mana pastda likvidnost yechilmagan bo'lsa dedim. Bular MMX ham qilib turibdi-da, olib chiqib ketyapti-da bular. Почти hamma treyderda ko'pchilik o'sha IC'da ishlaydigan, MMX da ishlaydigan treyderlar shu X da topib bular nima qilyapti deb qarayapman-da. Ne ko'ryapsizmi? Daily Да. Vlarif equal low. Daily'dagi equal low. Yeshtiryapti. Shunday chiqammi? Agar bu mana buni demay buzsa nima bo'ladi, brat? Bayga ketamiz. Yo'q. Men bu yoqda Aha, sho'rayam, CFD'ga ishonib mana bunaqa analiz berib o'tiribman o'zalab. Ko'rdingizmi? Men ham shunday analiz ko'ryaptim-da, o'sha daily'ga kirib, men pastga ichki likvid mana equal LRL'dan hech bersa kerak deb o'tirsam, u kuni qarasam yechilgan, bilmayman. Zo'r. Xo'p, bo'lmasa bitta общий umumiy повторение qilamiz. Mana shunaqa narsalarni izlanamiz. Ayniqsa OXLS va OLXSni juda chuqur izlanasiz. Logikasini tushunasiz. Bu sizga candle'larni time bilan bog'lashga yordam beradi. Shu shakllanishini ham tushunishga yordam beradi. Nega u misol D1 bo'ladigan bo'lsa shu sham, lekin M15 yoki H1 range'da ekanligini tushunishingizga ham yordam beradi. Misol konsultatsiya bo'ladi-yu, hali o'zini vaqti kelmagan. Olaylik, Nyu-Yorkgacha daxli bor. Lekin bu mana bunaqa ertalabdan nima qilib chiqib qo'ydi. Pastdagi SMT'larning hisobiga narx nima qilyapti? Reversal harakatlar amalga oshiryapti. Keyin nima bo'ladi? Katta ehtimol continuation trend bo'ladi-da. Shu bo'yicha ketaveradi. Vaholanki qarasangiz, D1da yopilishiga yana 8 soat qolgan bo'ladi. Eshitaman. O'zi mana shu hozirgi bugungi candle'da общий tuzilishi ham neto emas, to'g'ri ekanda, qarang. Mana bu yopilyapti-ku, qanaqadir kichkina hammer deydimi, nima, bolta deydimi, nima deydi bunaqa. Mana ochilgan joyi bilan kichkina fitilcha yasayapti. Undan keyin ko'rishimiz mumkin. Idealni bu o'sha nima deydi, davom ettiradigan trade kuni ekan o'zi. Shunday. Qolganlar bilan Endi solishtirib. shu narsani ko'rib tushundim, siz aytganingiz. Qolganlar bilan solishtirib, ko'rdingizmi? Ushlab oldingiz. Bu to'g'ri, Qarang buni aka, yana yechmagandir, bitta lekin bu buni yechgan. Aytavering. Yo'q, Короче, kecha mana bu hammer bo'lgan kun bor-ku, ay yasalyapti-ku tepada. Mana o'sha joyda mana bu o'sha aytganda imbalancedan tepada daily imbalancedan qaysidir bir H1dagi ichki likvidgacha ishlamoqchi edim-da. Shunaqa narsa bo'ldi ham, lekin D1 FFga kirmay ketdi-da bu. Ana shu joyda qaysi narsa men qaytarib olganimni bilmay qoldim. Shu joy bir ko'rib chiqsak bilan. Bu yerda men Lekin o'zim ishladim.
Aynen siz aytayotgan joy bu. Bu yerda endi qarang. Men sizga aytadigan birinchi holat H1, men H2. Mana bu joyda SMT'si bor. SMT bo'lgan joy nima? ITH, ITL. ITH. Nima degani? Tushundingiz-a? Sistem 05 da to'g'ri. Mana ko'rdingizmi? Ha, endi tushunganday bo'lyapti. Mana shu yerdagi highga nisbatan Atak. oshnani solishtirasiz. Mana qarang. Bo'ldi. Bu anolar bor edi, SMT'lar bor edi, lekin men PDR yaxshi topolmay qoldim-da. Shu PDRga kichkina figurani olamanmi deb qoldim-da. Olasiz H2ga qo'yib nosda oling aka. Gap bu yerda 05 ga kelib ketayotganini tushunishda, PDR topishda emas. Tushunyapsizmi? Mana 05 bor-ku. Bo'ldi. Shu. Keyin D1 ga olsangiz ham mana qarang. Qancha kelib Kecha ketyapti? menimcha shtrek. Ha. Tем более mana bu Kecha joyda mana SMT'si bor deyapsiz. Aytavering. Kecha mana yerda deyapsiz. Kecha shu joy bilan aka menimcha farq qilib ketdingizmi deyman-da. Da, shunaqa. M5 da mana bunaqa internet bo'ldi, qarang. TM'da ishladimda mana. O'zimizni stil aka. Mana buni ko'rdingizmi? Ketdi. Mana bu уже mana как раз PM ga o'tdi. Qarang, M3 da, mana M5 da o'zida mana bunaqa holat edi. Katta-da bu. Ko'ryapsizmi? Slishim katta, yoqmadi. Men maydaroq qilib lotni kattaroq qilishni xohlayman-da. Qarasam bu turgan ekan, keyin bu turgan ekan. To'xtadi-da, mana buni o'zini olaman. Ko'rgan entry qildim. Stopni tepaga qo'ydingizmi? Ha. Entry mana shu joyda o'ziga yetganda. Stop mana buni tepasida. Keyin mana yerdagi equal'gacha ishladim mana. Ko'rdingizmi? Yes, uzagina. U necha tur yarim beradi. O'sha kunda o'zida yopib yubordingizmi deyman, yarim. O'sha kunda o'zida minusdan chiqarib qilib qo'ydim. Bo'lmasa, uni anasi birinchi etapi edi. 10% edi. Anonga featuresga o'tmaysizmi aka? Featuresda ham bormi? Featuresda ham bor. Featuresda bormi? Featuresda redki qilyapman-da. Hozir Fiverr'niki yoqyapti-da. Safety'ni ancha qimsaganimiz hisobiga ham. Yaxshi ketyapti lekin. Men ham aka ishlashim shu. Men bu vaqt oralig'igacha boru. Ko'tim qisib turaman bo'ldi. keyin Bo'ldi. Undan keyin bo'lsa, shunga qarab ish qilaman. shu netchigacha aka kirsam bu nima как бы ko'p holatlarda range'ga tushib qoladi. Netchidan keyin. Men o'yladim 1.40 dan keyin, to есть 13.40 bo'larku makro. Oxirgi anolar. Bu yoqda aytyapsizmi? Nimaga? PM'da? Mana shu 9:30 dan keyin qaysidir mana shu oralig'ida bo'lishi kerak-ku trading time. 12 ikkida yo uchda 11:50 gacha. 11:50 gacha. 11:50 ga. Mana shu yergacha ishlasangiz bo'ladi. Endi u joyda ham baribir SMT'lar rol o'ynaydi. Misol uchun mana bu joyga yeta olmayapti. Ko'rdingizmi? Qolganlari kelib qolgan bo'lishi mumkin, misol uchun-da. Qarang. Ko'ryapsizmi? Kelib qo'ygan bu. Da, aka ko'rdim. Bu ham kelib qo'ygan. Ancha tushib ketgan. Bu kelib qo'ymagan. Shuna momentda ko'rganingizdan keyin chiqib ketasizda, boshqa iloji yo'q. O'sha stil eski stil, brat. Aytganimdek, o'xolisi, OLX-ni yaxshilab ko'ring, Twitterdan ham qidirib ko'ring. Logikasini tushuning. Keyin o'zim yana sizga bir sira tushuntiraman. Bu ham dars o'rnida ketadi. Keyin backtestni birga boshlaymiz. Boshida
Bunaqa berasiz. Xohlasa uloqasini logikasini tushunganingizni, mohiyatini tushunganingiz haqida bir 30 minutlikmi, 15 minutlikmi, 20 minutlikmi video bo'lsa yaxshi. Ko'rib chiqamiz, gaplashamiz. Keyin men sizga u haqida feedback insight beraman. Undan keyin backtest boshlanib ketadi. Mana shu backtest bor ekanman. O'sha darsda o'zida backtest boshlanib ketadi. Gapni to'g'ri tushuntiray. Backtestdagi mana bu o'sha test trading strategiyamni ishlab chiqyapman-ku. Mana shuni qilib bo'lganimdan keyin, shuni qilib bo'lganimdan keyin aka, mana shu oxirgi 2 yillikda qilmoqchi edim-da. Har masalan kvartalga bo'lib olsam 3 oy qilib. 8 ta kvartal bo'lar ekan-da. Aka xohlasangiz 1976-yildan boshlang. Hech farqi yo'q. Endi o'sha oxirgi 2 yildan boshlamoqchiman. 8 ta nima bo'lar ekan, chorak bo'lar ekan. O'sha 8 ta chorakda har 3 oyda 3 oyda backtestdan qilib bo'lgandan keyin o'tirib, nima ошибка bo'ldi, nima xato bo'ldi, mana shu loss anolarni ko'rib chiqib berasizda bitta. U janonga o'tirib birga qilishimiz shart emas, chunki mana oldida ham shartni oldida ham bitta o'zim bilaman-ku. Optimal versiyasi shu lekin zo'r. Ya'ni faqat darsda backtest emas, darsdan tashqari mustaqil backtest va uni videosi bu ham zo'r. Ya'ni boostida bu tushunyapsizmi? Ham men bilan, ham o'zingiz. Boyagi muddat pauza bo'lib qolmaydi-da. Misol uchun, bir oyda men bilan birga qilsangiz yoki bir haftani, keyin o'zingiz bir haftani uyga vaysa qilib kelyapsiz-da, ham undan keyin darsda qilib beryapsiz. Bu zo'r degani, brat. Молодцы degani, zo'r. Shuni, короче, Notion'ga har bitta ishini nima qilib turib kiritib chiqaman dedim-da. Har o'sha 3 oylik kvartalda statistikasini olaman. O'sha statistika bilan TSK'ni yaxshilayveraman deyapman-da. Zo'r. Ma'qul deyman. O'sha kачествоga ko'paytirib, qilib win rate'ni oshirib boraversam, nasib bo'lsa oxirida bir zo'r narsa chiqsa kerak. 8 ta bo'lsa, chorak bo'lsa 8 marta улучшение deganda, manimcha bu. Uni orasida juda ko'p improvizatsiyalar bo'ladi, juda ko'p narsalar tushunasiz chart borasida. Zo'r gap bor. Eski kelmay qoldi, eski kelsa aytaveraman. Ular shunaqa backtest bilan odam qanchalik ko'p ishlasa, shunchalik kuchayib boradi, brat. Tushunyapsizmi? То есть именно qancha ko'p backtest qilsang deydi, mashhur treyderlarda gaplari bor, aforizmlar. O'shanda aytgan-da, gapni qarang, ma'nosi, mazmuni bunaqa. Ingliz tilini endi to'liq eslolmayapman. Tarjimasi mana bunaqa. Qancha ko'p chartni backtest qilsang, o'rgansang deydi, shuncha ko'p va shuncha yaxshiroq bozor qanday nafas olishini tushunasan deydi. Depyaptimi? Inglizchasi ham o'qiysiz endi. Inglizchasini o'qisangiz, inglizcha aforizmlar yorib yuboradi-yu. Ular. Shunaqa. Miyam portlab ketganda, o'shani eslab qolganman. Shuning uchun backtestni men ma'qul deyman. Yaxshi backtestni agar yurishingiz, backtestni olib borishingiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yaxshi. Sizga to'laqonli ishonaman nasib. Menga bitta gelik olib. Men ularni ham qilib olaman-ku o'zi. Miyada matematika qilib, risk management live bilan fund challenge-dagi. Aytibman-ku, boyagi aforizmda, brat. Meni tilimdan keltirganda, qachon qaysi momentda qanaqa qilib ichorib, o'sirig'ini hididan bilib olasizda, bozor nima qilmoqchi bo'lganligini. Keyin aytganingizdek, risk management dedingiz-ku, o'shani ham o'rganib olaman dedingiz-ku. Shu haqida ham bitta aforizm bor edi, asosan. Inglizchasini aytishim shart emas-ku, o'zbekchasini aytib ketaveray. Men deydi, Mark Douglasmi kimdir aytgan, biznes boya aytgan. Yo, Warrenmi bilmayman. Xullas, men deydi, hech qachon risk managementni tushunib ishlamagan boy treyderni ko'rmaganman deydi. Tushundingizmi? Ya'ni risk management
orqali trade qilmayaptimi? Men ko'rmaganman to'g'risida u boyligini yoki bo'lmasa u rich bo'ladi o'ziga yarasha avtoritet. Shunaqaligini ko'rmaganman. Unaqa traderda o'zi yo'q deganday hangamadi. Buni endi o'zimga bog'lab tushuntiradigan bo'lsam, boshlang'ich 3 yilda shunaqa bo'lgan. Risk management betiga ham ko'tiga ham qaralmagan. Aslan miyamda unday deganman. Просто 3-4 yil tashot tepib yurganday bo'lib qolganman. Uydagilar oldida tushundingizmi? O'zi mana bu nima deydi, top stepdami, o'zi Tradify'da o'zida ham 150 ming-ku akkaunt eng kattasi. Shundan 5 ta qolsa aka, 5 ta fandat 750 ming bir ekan. 750 mingdan oyiga yoki oyiga deylik 2% qilsak aka 15 ming dollar bo'lar ekan. Yetadi aka bizga bu yerda nima kerak boshqasi. Siz unaqa boshlang. 5 tani fondgacha beradi, to'g'rimi? 5 ta akkaunt fondgacha beradi, adashmasam. Da. Boshlanishiga 50 k oling. Boshiga Yo'q. his qilib olish uchun qanaqa qilib aytdingiz-ku, tezlikda ochiq hisoblash uchun dedingiz-ku. O'shalarni, ya'ni amaliyot uchun, risk management uchun ham, qo'lni, ko'zni, qalbni, qo'ltiqni o'rgatish uchun ham bitta 50 k olingda o'shani ishlang. Keyin boyaginaqa entrylarni ochishda, risklarni hisoblashda tomirga tushib olasiz-ku, orqasidan 4 tani qo'shing. Keyin ana qarabsiz. O'zi kelaveradi. Короче, hozir aka menda mana bunaqa vыбор bo'lib turibdi-da. Endi aytayotganingizdek shu tomiriga tushib olish uchun ham shu endi arzon demoqchi emasman. $70 anavi olmoqchiman-da. Funded Next Futures'da 50 kani $70 berar ekan, просто drop down deydimi, loss limit deydimi? O'sha kam ekanda. Tradify'da 25 kani xuddi o'sha pulga 25 ga berar ekan. Qaysi 50 ga olgan yaxshimi, 25 ga olgan yaxshimi? 50 kani olganingiz yaxshi. $107 ga qiynalib bo'lsa ham bitta 50 k olib oling bo'ldi. $107 mi hali ham? Bilmayman aka, 50 ga uncha qaramaganman Tradify'da. Shunaqada aka. Shu bugungi xabarlashuv zavqasi meni yaxshi o'qiydigan melatonin ichib yoki bo'lmasa ultramax ichib uxlashga majbur qilmaganligingiz uchun kattakon rahmat sizga. Rasman hozir nima qilaman? Boraman, o'za chartlarni ko'zim oldiga keltirib tappa tashlayman. Kunni yaxshi yakunlab berdingiz. Hozir charchamayman. Mayli aka, xo'p.